tursin. Nimalar bo'lyapti o'zi? Javob ber, Sarob. Men eshityapsanmi? Sarob? Sen sekinroq hayda. Voy bu, juda ajoyib bo'ldi-ku. Biroz moylanib oldim. Zanglab ketay degandim. Jinursan, zerikkanimni tasavvur qilyapsanmi? Sarob, yashirinib yot. Sarob, e'tiborni jalb qilma. Sarob, senga nima bo'lgan? Haqiqiy erkakka aylana olmaysan. Nega sen menga yoqding? Juda qiziqsan. Ha, bilaman. Meni ko'rib dahshatga tushgansan. Hey, yaqinlashma. Tinchlan. Tajovuzkorlik qilish shart emas. Poygadan keyin do'st bo'lib olmadikmi? Meni urasanmi? Ehtimol. Fikring o'zgarmadimi? Qo'rqmading? Qoyil. Bu menga yoqdi. Sen kimsan? Iblis o'ynagan mashinami? Yo'q, qanaqa iblis? O'zga sayyoralikman. Itiga o'xshabmi? Qanaqa iti? O'sha rasmdagi xunuk basharami? Men Sarobman. Bul. Mushting. Mushna. Besh tashla. Mushting. Mana endi biz do'stmiz. Ajoyib. Yigitlar ham kelishdi. Nima, yana bormi? Menga o'xshaganimi? Yo'q, hamma menga o'xshagan mehribon emas. Nima? O'rningda temir parchasini tashlardi. Xush. Bu yana kim bo'ldi? Sarob, nima qilib qo'yding? Odamni yetaklab kelibsan. Salom, Optimus. Voy bu, yangi g'ildirakmi? E'tiborni jalb qilma deyilgandi. Daha, shunaqa bo'lib qoldi. Optimus bizni chaqirganida, avtorobotlarni chorlayman. Bu yigitchi ichimda edi. Lekin u kuchli, shunga bu ajoyib. Ajoyibmi? Ajoyib emas. Inson, sen kim bo'lding? Hech kimman. Hech nimani ko'rmadim. Hozir ham ko'rmayapman. Arsi. Oddiy askar Nozias, AQSh armiyasi xizmatda o'zini ko'rsatgan elektronikani tushunadi. U askar? Sen askarga o'xshamaysan. Sen ham shafqatsizdek ko'rinyapsan. Janob, kechirasiz. Bu muammoni keyinroq hal qilaman. Demak, energiyani otilishi 4000 yotta gerts chastotasida sodir bo'ldi. Buni inson payqay olmaydi. Tebranishlar qaytish manbasini aniqladim. Buni imkoni yo'q. U mavjud va u bu yerda. O'zimiz nimani izlayapmiz? Ko'chirib o'tkazish kaliti u minglab yil oldin yo'qotilgan deb hisoblanadi. Uning yordamida vaqt muhit portallari ochiladi. Energon zaxiralarga ega bo'lgan sayyoralar. Sen haligi sayyoralar haqida gapiryapsanmi? Cybertron. 7 yil davomida kutganimizdan so'ng va nihoyat uyga yo'lni topdik. Qo'limga tushasan, Rik. Xo'p, o'sha ko'chirib o'tkazish kaliti. To'g'ri. U arxeologiya muzeyida. Uni portlatib, o'sha matohni olib ketamiz. Yo'q, bostirib kirib uni o'g'irlay olmaymiz. Ortimizdan quvishlari aniq. Hammasini jimgina bajarish kerak, sezdirmay.
Ha, unga nima deysizlar? Yo'q. Nima deyapsan? U kichkina eshikdan kirib kalitni olib, xatni qoldirib keta oladi. Bizga aynan u kerak. Nima? Yo'q, bu yaxshi fikr emas. Ya, gapingga qo'shilaman. Vaqtni juda choh o'tkazdik, lekin Shoshmang. Saro. Bilaman. Tinchlaring. Do'stim bilan gaplashib olaylik. Meni bu ezmalardan qoldirma. Sen bilan jamoamiz. Bekorga vaqt yo'qotyapman.